Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, mana bugun juma yomlaring muborak bo'lsin. Hammalaringga Alloh subhanahu va taolo bu go'zal manzillarga qadamlaring yetkazsin. Shu o'rinda bir nimaga e'tiborlaring qaratmoqchimanki, e'tibor qilgan bo'lsalaring, dushanba kuni uydan chiqayotganda mana shu egnimdagi libos bilan chiqib kelgan edim safarga. Mana hanuzgacha alishtirganim yo'q. Eng qiziqarli jihati hali mana hech joyi kir bo'lgani yo'q. Muhimi hidlangani ham yo'q. Hidlanish uchun terlash kerak. Shuncha suv ichsang ham bu issiq o'lkalarda qandaydir ter ham chiqmaydi, boshqa bir kirlar bo'lmaydi ob-havo sharoitida. Agar o'zimizning yurtimizda bo'lganda shu kungacha 5 marta, 6 marta ustuvashni almashtirgan bo'lardik. Kamida har kuni 1 marta ustuvosh almashtirardik. Xudoning qudrati bilan ozgina suv ichsang, tanang g'alvirdek hamma suvni tashqariga chiqaradi. Bizning yurtimizda ob-havo sharoiti bir shunaqaki, hayron qolasan-da. Haligi chilpillab qoladi, ustuvosh kir bo'ladi, qandaydir oq ustuvoshni ham uzog'i 1 marta kiyib yechilay xolos. Har qanday bir marosimga yo boshqaga bir borib kelgandan keyin iloji yo'q, ming pokiza bo'lib borgan bo'lsang ham kelib yetsang kir bo'lganini ko'rasan. Lekin mana alhamdulillah 5 kundan beri ustimdan o'zidan guvoh bo'lib turibsizlar. Mana shu libosda yuribman. Allohning bir qudrati, marhamati bu yurtda shunday bir go'zalki, sakinat yurtda hech qanday bir kirlanishga imkoniyat yo'q. Alloh sizlarni ham mana shu manzillarga yetkazsin. Bu issiq ekan, yo boshqa ekan deb o'zlaringizni tortishdan saqlaninglar, chunki bu yerda issiq bo'lishiga qaramay, o'ziga yarasha yaxshi jihatlari juda ham ko'p. Alhamdulillah, mana sizlarga mana shuni e'tibor qaratmoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.